Xo'p, ishlar juda ham ko'p, lekin qaysi biridan boshlashni bilmayapman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo Havaslamani yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Men esa hozir polizdagi ishlarimni qilib olib turib, keyin janob mer yoniga borishim kerak. Bitta chotki ideya bor, kalamga kelgan. Qanaqa ideyaligini hozir video davomida sizlarga aytib o'taman, chunki bu juda ham qiziqarli ideya. Bu ideyani to'liq tushuntirib o'tishim uchun esa menga biroz vaqt kerak. Ya'ni qanaqa ideyaligini hozir tushuntiraman. O'zingizlar bilasizlar, yoz kelyapti. Ya'ni endi hamma yoq issiq bo'ladi. Men esa janob merga hozir bitta taklif aytib ko'raman. Ya'ni biz sohilga dam olishga ketmoqchimiz janob mer bilan va maza qilib dam olib kelamiz. Lekin bilmadim, janob mer hali ruxsat beradimi, yo'qmi? Biroz noma'lumroq. Agar javob bermaydigan bo'lsa, bu dabdala degani bor. O'shaning uchun hozir nima qilib bo'lsa ham janob merni ko'ndirishga harakat qilib ko'raman. Qanaqadir paxta qo'yish kerakmi, nimadir qilish kerak-da, xullas janob merni eritish kerak, erib ketib javob berib kerak birdaniga o'zi xohlamagan holatda. Kun rostdan ham issiq, qaranglar, quyoshni kuydiryapti. Osmonda deyarli bulutlar yo'q. Kichkina bitta ikkita bulutlar bor. Hammasi chotki normali bo'ldi. Bu yerni yopib qo'yaman va hozir polizdagi nimalarni ham olib borib berishim kerak. Ya'ni nima edi? Mana bu soliqlarni ham olib borib berishim kerak. Kakras janob merga o'zi hozir qishloqda ko'p narsaning joyi o'zgarib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Sababi esa qishloqda har kuni o'zgartirish kiritishlar bo'lyapti. Ya'ni janob mer har xil ishlarni buyurib tashyapti har kuni. O'shalar qilguncha o'zi qishloqni o'zgartirib boryapman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Kejoxa, nima gap? Soliqlarni olib kelgandim har doimgidek. Ko'rinib turibti. Nima gap? Nima ishlar bilan shug'ullanyapsan? Yo'q, ishlar bilan shug'ullanib bo'lmayapti-da, osmonni qarang, bulutlar yo'q, quyosh kuydiryapti. Nima, kuyib ketyapsanmi? O'shanga birorta joyga dam olishga borsakmi degandim, sohilgami? Boramiz, davay. Janob mer bittada rozi bo'ldimi? Qanaqasiga bunaqa bo'ladi? Tushunmadim. Mayli. Juda ham yaxshi. Men esa endi hozir sohil tayyorlashim kerak birinchi o'rinda. O'zi bizda sohil bormi, yo'qmi bilmadim. Ko'l bor, ko'lda atrofidan sohil tayyorlasa bo'ladi. Bu yerda kakras narsalar bor, olib keltirib qo'yganman dam olishga olib borish uchun kakras. Hozir uyimdan bir ikkita narsalarimni olaman-da. Borib keyin hammasini mana shu narsalar sohilda bo'yiga o'rnatib turib dam olishga surib olamiz janob mer ikkalamiz. Boshqalar bilan ishimiz yo'q, jitellar bilan ikkalamiz mazza qilib takoy o'tirib dam olib kelamiz. Xo'p, qaysi tomonda chiroyli sohil bor edi? Adashmasam, bu yerda sport zal qurganman. Esinglardami o'tgan galgi video? Bu yerda esa bitta avariya bo'lgan holat bor, ya'ni portlash sodir bo'lgan. Bu yerda ham portlash sodir bo'lgandi. Buni esa sizlar bilmaysizlar, men o'zim bilaman. Keyin bu yerni to'g'rilab oldim o'zim. Xo'p, qayerda sohil bor? Sohil kerak bizga, sohil. Adashmasam shu tomonda yaxshigina bitta ko'l bor edi. O'sha ko'l tomonga hozir boraman-da, atrofiga tushunmadim. Bu yerda kimdir gulxan yoqib ketibdimi? Kakras o'zi menga bitta gulxan kerak bo'lib turgandi. Hozir kirkam qani? Kirka bilan olib bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Gulxan kerak. Kechasi albatta yo'qib atrofiga o'tiramiz janob mer bilan. Mana shu yerda ko'l bor ekan. Ko'lda atrofida sohil menimcha qursa bo'ladi. Shu yerdan kalla tashlasam suvga tusha olamanmikan? Yoki o'lib ketaman, bilmadim. Yo'q, unaqangi yomon fikrlarni yo'qotish kerak, miyadan o'chirib yuborish kerak, udalt qilib yuborish kerak. Faqat yaxshi narsalar o'ylash kerak, yaxshilikni o'ylash kerak. Tamom. Sakrayammikan? O'zingni tasha deyapti ichimdan bitta yaramas itvachcha. Tashiyman, farqi yo'q. Men suzishni bilaman, obunachilar. Nima deb o'ylayapsizlar? Men suz olmaydi deb o'ylaganmidinglar? Suz olaman, axirman. Xo'p, yaxshi. Men bergan narsalar o'rnatib chiqaman. Men shu yerni takoy qilib, chiroyli qilib bezataman hozir. Xo'p, mana bu stulni, ya'ni bu skameyka, stul emas, unchalik. Shu yerga o'rnatib qo'yaman. Soyabon, buni iloji boricha dengizni, ya'ni ko'lni yaqinroq joyga o'rnatish kerak. Chunki nima desam ekan, qaranglar. Tak, 4 ta. Hamma yoq soya bo'lib ketadi. Вообще klass bo'ldi, bu takoy bo'ldi. Mana berga bitta, berga bitta. Jitelar ham mabodo kelib qolsa deyman-da endi. Kelish kelmasligini ular bilmadim, menimcha. Kelmasa ham kerak chunki ular bunaqa narsalar qiziqmaydi ko'pincha. Jitellar hammasi faqat g'iybatga qiziqadi, bir-biri bilan g'iybat qilib o'tiradi, yaramaslar.
Lekin yaxshi ish emas-da g'iybat qilish boru. O'shanga ularga tushuntirishim kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Bunaqa g'iybat qilmanglar, bu yomon ish deb. Lekin tushunishmaydi, aytyapman. Xo'p, mana bu musorxona. Biz musorlarni o'zimiz bilan olib yuramiz. Bu yerga musor tashab ketish yaxshi ish emas. Tak, yana mana bunaqa stulchalar bor. Ya'ni stuldan oldin mana bu muzdek ichimliklar qo'yib yuborish kerak. Hamma ichimlikda bor, muzdekkina turadi. Ichib salqinginaga yotishga nima yetsin, nima yetsin? Hech narsa yetmaydi, bilasizlar. O'ta go'zal, o'ta takoy, o'ta lyoqki bo'ldi. Hozir mana bu yerda ham bir ikkita narsalar bor. Mana bu yerdan daraxtlarni bir ikkitasini kesib olib kelishim kerak. Daraxt nimaga kerak bo'lishini esa keyinroq sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'rib olasizlar. Bizda iloji bo'lsa atrofini o'rab chiqsam, ichida uxlashimizga ham qulay bo'ladi. Ya'ni tunda har xil yovvoyi maxluqlar, yovvoyi moblar kelishi ham mumkin. O'shalardan himoyalanish uchun qanaqadir sharoit ham qilish kerak. Mana bunaqa atrofini o'rab chiqsam, mana muzdek turishi uchun mana bu muz ichimliklar bor-ku, bularni muzdek turishiga sharoit yaratish kerak. Tamom, mana shunaqa bo'lib tursa bular chiroyli turadi. Takoy, mana bularni keragi yo'q. To'xtanglar. Mana bunaqa qilamiz va o'ta go'zal bo'ldi mana. Takoy вообще-то. Normal. Endi orqa tomonni ham nimadir qilish kerak. Orqa tomonni ham yopmasak, orqa tomonni men unaqa qildim, bilmayman o'zim ham hayronman. Bo'ldi, o'zi как раз shu yerga yetadigancha bor ekan. Muzdek turadi-da bu ichimliklar. Xo'p. Tak, yana bir ikkita daraxtlar kerak. Boshqa joylarni ham shunaqa qilib chiqamanmi? Bilmadim. Hozir daraxtni olib bora qolay, paka. Keyin joylashuvni o'zgartirishni o'ylab ko'raman. Tak. Daraxtlar juda ham ko'p ekan bu yerga, o'rmonning ichiga. O'rmon bo'lgandan keyin daraxt bo'ladi, nima bo'ladi? O'rmonda misol uchun yana nimalar bo'lardi? O'rmonda nimalar bo'ladi? Yana kommentariyaga yozib qoldiringlar, bilsanglar agar. Bilmaysizlarmi yoki? Yo'q, bu yerda menimcha tosh topish biroz problema, anchagina biroz emas, anchagina problema. Mana bu yerda bor ekan tosh. Mana shu yerdan bir ikkita tosh olib ketishim kerak. Hozir toshni nimaga ishlatishimni ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Mana bu yerda bitta bu blok ketmasa baribir bo'lmasa ham. Xo'p. Tak, normali va normali hammasi. Menimcha yetib qoladi. Hozir takoy dam oladigan joyni qilaman va maza qilib dam olamiz yigitlar bilan. Mana buni atrofidan bitta qanaqa narsa qilsam ekan, nimadir qurishni o'ylayapman, lekin nimaligi hayolim kelmayapti bor-ku. Hozir nomini eslolmayman. Hozir eslab olsam aytaman sizlarga. Atak mana shunaqa yotoqxona joy qilib qo'ysam, kechasi moblar hujum qilib qolsa, mana shu yerga yashinib olamiz, qarosh. Tushundinglarmi? Mana shunaqa joy bu. Xullas, biz dam olishni boshlaymiz. Sizlar bilan esa keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Let's go, brotherlar.